Assalomu alaykum, hurmatli Yangi hayot tuman aholisi, jurnalistlar, blogerlar. Bugungi brifingimizda 2025-yil Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Yangi hayot tuman bo'linmasi tomonidan olib borilgan ishlar, amalga oshirilgan vazifalar, erishilgan yutuqlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. 2025-yil davomida Yangi hayot tumani Ma'naviyat va ma'rifat kengashining 3 marotaba yig'ilishi o'tkazilgan bo'lib, unda sohaga oid ustuvor vazifalar, dolzarb masalalar muhokama etildi. Yangi hayot tumanida 21 dan ziyod tashkilot, idora, bo'linmalari bilan yo'l xaritalari imzolandi va yil davomida belgilangan vazifalar yuzasidan ishlar amalga oshirildi. Bo'linmamiz tomonidan aholining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini yuksaltirish, yoshlar ongida umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlash, ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Jumladan 3 avlod uchrashuvi, Yangi O'zbekiston, yangi qo'shnichilik, farovon oila ma'naviyat targ'ibotchisi, qadriyatlarga tayangan taraqqiyot, mahalla vatan qo'rg'oni, jadidlar ilmini o'rganamiz, farzandimga kitob sovg'a qilaman, maromiylik, to'y hasham va ma'rakalarni isrofgarchiliksiz o'tkazish kabi mavzularda 308 dan ziyod ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Xususan 188 marotaba ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, 10 marotaba festival, 20 marotaba ijodiy kechalar, 20 marotaba kitobxonlik aksiyalari va yarmarkalar, 5 marotaba sayohat va muruvvat tadbirlari, 10 marotaba aholi o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazildi. O'tkazilgan tadbirlarda jami 22.798 nafar aholining turli qatlamlari jalb etildi. Tadbirlar davomida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun, mahallada duv-duv gap, ilmdan o'zga najot yo'q, ma'rifatli ona kabi shiorlar ostida aholi, ayniqsa yoshlar uchun 150 dan ziyod kitoblar beg'araz tarqatildi. Yangi hayot tumani Ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi tomonidan Yangi hayot liderlari Telegram rasmiy kanali tashkil etilib, kanalga muntazam ravishda mamlakatimizda, tumanimizda amalga oshirilayotgan islohotlar yoritib borilmoqda. Bundan tashqari, kanal orqali muntazam turli ko'rinishdagi tanlovlar, viktorinalar tashkil etildi. Bundan tashqari, tumanda ijtimoiy ma'naviy sohani targ'ibot, tashviqot ishlarini o'rganish maqsadida 8 ta tashkilotda monitoring ishlari amalga oshirildi. 3 marotaba 1000 dan ortiq aholi ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi. 2 marotaba hamkor tashkilotlar bilan memorandum imzolandi. 2025-yil grant loyihasida bo'linma tomonidan taqdim etilgan loyiha tasdiqlandi hamda grant mablag'lari ajratildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Yangi hayot tuman bo'linmasi tashabbusi bilan ko'cha kutubxonasi loyihasi amalga oshirildi. Bo'linma rahbari xodimlari tomonidan muntazam ravishda gazeta, jurnallarda sohaga oid maqolalar nashr qilindi. Shuningdek, davlat dasturlari va belgilangan topshiriqlar ijrosi doirasida mahallalar, ta'lim muassasalari, tashkilot va jamoatchilik bilan hamkorlikda samarali loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Kelgusida ham davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlar asosida jamoatchilik bilan hamkorlikni yanada kuchaytirgan holda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga olib chiqish yo'lida izchil faoliyat olib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.